Bu Bursa shahri. Shunday shin musulmon shahri dedik, lekin albatta ko'p narsa bunda yangicha bizni yangi rayonda ko'p yil bunda belgisiz narsa bor. Bursa umuman Turkiyaning birinchi bosh qalasi. Ko'p yog'liqli kishilar, metro bor. Vapurdan soat yarim minimum borga kerak. Uyga qadar shuna ko'ra biroz og'irroq. Umuman uzun yo'llar. Bu endi shunday shin Turkiya bilasizlar, Istanbul, Berlin kebek. Bu shin Turkiya. Hayatım hiç kolay değil. Hiçbir istediğim şey olduğunu zannetmiyorum ama insanlar bunu çok mutlu. Action gerek. Maçsız bulmayın. Burada kuzular bizi gittiler, bizdiler, tutmaş başından. Yasalan yok. Bak, bir tane genç yok mu?